Salom do'stlar, men sizlar bilan yana Gedro kanali. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda sizlarga kerak bo'lgan 5-6 ta cheatlarni ko'rsatib beraman. Bo'lmasa biz ketdik. Birinchi cheatimiz bu structured block. Birinchi chatga yozamiz. Hashtag ya'ni qiyshiq chiziqcha give joy tashlaymiz kichikcha s yo'l tashlab turib struct birinchida turgan struct oh my god mana noto'g'ri terilib ketdi. Give kichikcha s structure block deymiz. Beradi. Endi masalan siz do'stingizni qurgan uychasini ko'rib qoldingiz. Masalan, u sizga yoqdi u uy va siz ham xuddi shunday uyda sizga xuddi shunday uy kerak bo'lsa, lekin siz buni bir xil qilib qura olmasangiz, sizga shu blok yordamga keladi. Bu blokda siz inventar menyusidan topa olmaysiz. Buni olib turib bir chekkaga qo'yamiz. Yo'q, qizil anaqa to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni bu yerga qo'yamiz. Bu to'g'ri keldi. Endi esa buni ezamiz. Ezganimizdan so'ng sav degan narasini qilamiz va buni ko'ramiz. Masalan, xohlaganingizcha bu kattaligi masalan 15. Bu yoqqa bu ya'ni o'ng tarafga uzunligi, bu esa buni 9 qilsak, bu balandlik uzunligi va bu 7 qilsak, bu ham bir taraf uzunligi. Endi buni sav qilish uchun birinchi masalan kod xohlagan yozuvingizni yozasiz. 67 masalan. 67. Endi sav tugmasini ezamiz. Bo'ldi. Endi buzib tashlasangiz ham bo'ladi. Masalan, o'zingizni xohlagan joyingizga ezasiz va bu struktura chiqadi. Struktura chiqqandan so'ng sav emas, load tarafga o'tamiz. Loadga o'tgandan keyin 67 deb yozamiz. Load. Va bu yerda xuddi o'sha struktura paydo bo'ladi. Bu birinchi cheat kod edi. Endi esa masalan siz Minecraftda kechqurunda yuribsiz va sizga bu joylar qorong'i ko'rinyapti. Lekin sizda ko'zni yoritish effekti yo'q. Siz chatga kirasiz va bukra chiziqcha effekt va bu ayni chiqadi. Yo'l tashlaymiz. Kichikcha s yo'l tashlab night vision. Endi esa vaqti. Agar o'zingizga moslaysiz, agar sizga juda ham ko'p kerak bo'lsa 1000 yoki 100 ming qilib yuborasiz va sizning ko'z oldingiz yorug'lashadi. Bu effekt cheat faqatgina yorug'likka ishlatilmaydi. Bu inventardagi barcha damlamalarni ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, invisibly, hunger, indefaced. Mana bu cheatni ham bilib oldinglar. Endi esa keyingisiga o'tamiz. Keyingi cheat kodimiz bu command block cheat. Buni ham give cheat kodidan so'raymiz. Give kichikcha s command block.
Buni ko'pchilik ko'rgan, lekin buni qo'liga olib ko'rmagan. Bu blok juda ham ko'p cheatlarni ishlatishingizda yordam beradi. Masalan, qo'yasiz. Bunda juda ham ko'p cheatlarni qilsangiz bo'ladi. Masalan, kiramiz, yozamiz. Bunda bu narsani ishlatmaymiz. Biz faqat masalan time set midnight. Endi bu yoqqa kiramiz va bu yoqqa o'tib turib xohishga ko'ra yoki knopka yoki lever olamiz, qo'yamiz. Bunga emas. Ana. Endi esa betga qo'yamiz buni. Endi bunga time set day deb yozamiz. Bunga ham bunda ham xohlagan cheatlaringizni ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham juda kerakli asbob hisoblanadi. Endi esa keyingi cheatimizga o'tamiz. Keyingi cheatimiz bo'lsa, agar siz do'stingiz bilan ulashib o'ynayotganingizda va do'stingiz sizni jig'ingizga tegib, o'zini narsalarini maqtayotgan bo'lsa, siz bu cheatdan foydalansangiz bo'ladi. Chiziqcha in yo'q, bunaqa emasdi. Clear yo'ldashimiz. Boshqa, masalan, do'stingizniki Gedro bo'lsa. Gedro deb yozasiz va buni berganingizda uni inventarida hech nima qolmaydi. Bu juda ham zo'r cheat. Bu bilan do'stingiz jig'iga tegsangiz bo'ladi. Endi esa keyingi cheatga o'tamiz. Command blokda hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, like bosinglar, obuna bo'linglar.